121 kvadrat, 3 xona, Novostroyka, Yevro remont, hamma mebel texnikasi bilan Chilonzor 17-kvartal qani ketdik. Kirush koridorimiz bu yoqda bolajonlar yotoqxonasi joylashgan. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasi joylashgan, o'zini konditsioner va televizorlariga ega. Garderobni shkaflarini ko'rdinglar. Xonadonimiz 1-qavatda joylashgan. Bu yoqda o'zini umumiy sanuzel qismi joylashgan. Kirush prixoshkamiz ko'rib turganingizdek, bu uyimiz duplex variant. Uyimizning mo'ljali parlament kafesi. Xaladilliklarini ko'rdinglar. Bu pastki qavatini mehmonxona yoki ofis sifatida foydalansanglar bo'ladi. Oshxona qismida barcha mebel jihozlar joy-joyiga joylashtirilgan. Kotyolniy qismlarini ham ko'rdinglar, qimmat va sifatli materiallardan remont qilingan. Konditsioner va ko'chaga qaragan oynalariga ega. Bu yo'ni kladovka sifatida foydalansanglar bo'ladi. Pastki qavatda ham o'zini domofonlariga ega. Aytib o'tganimdek, uyimiz umumiy maydoni 121 kvadrat metrdan iborat. Domimizning pastki qavatida o'zini shaxsiy parkovkasiga ega. Uyimiz narxi $130,000.